Assalomu alaykum. Kunlik namoz vaqtlari kanaliga xush kelibsiz. 23-dekabr O'zbekiston namoz vaqtlari barcha viloyatlar uchun. Azizlar, sizlarni Oyna jahon orqali ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman, shodman. Azizlar, sizlar ertangi 23-dekabrga namoz jadvali bilan tanishmoqdasiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, iltimos obuna bo'lib, videolarni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib, o'z yaqinlaringizga yuborishda bardavom bo'ling. Bu barcha beminnat xizmatlarimiz siz azizlar uchun. Azizlar, namozni endi boshlagan va boshlamoqchi bo'lgan aka-uka, opa-singillarimizga eslatma sifatida mana har bir namozda necha rakatdanligini ko'rsatib yozib o'tganman. Bemalol ko'rib foydalanishingiz mumkin. Azizlar, kimdir like bosyapti, kommentariy yozyapti, kanalda jadvaldan foydalanyapti. Barchamizdan Alloh rozi bo'lsin. Like bosgan qo'llaringiz dard ko'rmasin. Kommentariy yozgan qo'llaringiz dard ko'rmasin. Like bosgan qo'llaringiz Kabatullohni tavof qilsin azizlar. Yaqinlaringiz bilan birgalikda haj safarlariga, umra safarlariga borishlikni Alloh azza va jalla nasib aylasin. Barchalaringizga kattadan katta rahmat azizlar. Bee'tibor bo'lmasdan mana like, kommentariy yozib boryapsizlar. Barchalaringizning kommentariyaringizni o'qiyapman. Javob qaytara olmayapman. Alohida ming bor uzr. Yurakchalarni qo'yib sizlarga o'z minnatdorchiligimni bildirib o'tmoqdaman. Azizlar, Telegramda ham kunlik namoz vaqtlari degan kanal ochganman. Albatta o'tib obuna bo'lishni unutmang. Silkasini soобщение bo'limiga qoldiraman. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar azizlar. Xayrlashmaymiz, keyingi efirgacha deymiz. Videolarni oxirigacha ko'ramiz, like bosamiz va kanalga obuna bo'lamiz. Salomat bo'lingizlar.